Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 22 dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azizlar, sizlarni oynai-jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar 22 dekabrga namoz jadvali bilan tanishmoqdasiz. Kanalimiz yangi bo'lsalaringiz, iltimos obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosishni unutmang. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz siz azizlar uchun. Namozni endi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga eslatma sifatida mana har bir namoz necha rakatdanligini yozib ko'rsatib o'tganman. Bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Azizlar, kamtarona mehnatimizni qadrlab, like-ni ayamaymiz. Like tekin. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like bizga pul keltirmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Ba'zi bir kommentariyada ba'zi bir aka-uka, opa-singillarimizdan kimlardandir kommentariy yozilyapti, like so'raverasizlar deb. Azizlar, mayli like bosmang, lekin unaqa gapingizni ichingizda qoldiring. Kommentariyada yozmang. U gapingizni ichingizda qoldiring. Mayli, sizdan like so'ramayman. Like video tarqalishiga so'raladi xolos. Bu katta nimalarda ham like so'raladi. Uni hech qachon aybi nimasi yo'q. Sizni qo'lingizni majburlab like bosilmaydi. Xohishingiz. Azizlar, Telegram kanal ochganman, kunlik namoz vaqtlari degan. Albatta silkasini soобщение bo'lmay qoldiraman. Albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalda namoz jadvali chiqmay qolsa, Telegram kanalida kunlik chiqib boradi, Xudo xohlasa. Shunday ekan, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Bizdan uzoqlashmang. Biz bilan birga bo'ling. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.